Kerak emas 20 ta vitamin ichish. Kerak emas 30 ta vitamin ichish. O'sish gormoni o'ylamanglar, faqat bo'y o'sishi uchun kerak deb. Sizlarni chiroyli bo'lishinglar, ya ko'pincha aytaman, ajinlarning holati, nima deydi, osilib qolishlarini xohlamayotgan insonlar uchun o'sish gormoni juda ham ahamiyatli bor. Shuning uchun to vitamin D ni to'g'irlamaguncha siz yorqin libidani, holsizlikni, boshqa narsani bilmasligingiz bu tabiiy, idealda. Kuniga 7 ta, masalan, eng ko'pi deganda, endi bu muammoni albatta bilishimiz kerak. 7 ta, 8 ta hop sxemalar ko'rinishda vaqtinchalik. Ya'ni birinchi bitta muammo, keyin ikkinchi muammo, masalan, kimdir homiladorlikka tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin, kimdir endi tuqqan bo'lishi mumkin, kimdir insulin rezistentlik bilan, kimdir uyqusi. To есть muammoga qarab turib, asabiylik, hech narsa yoqmaslik kimda bo'ladi? 2+ degan nimalarni qoldiramiz. Kimda bo'lsa, 2+ kimda bor, ya'ni hayz kelishdan oldin kayfiyat o'zgaruvchan bo'lishi, asabiylik va hech narsani yoqmasligi, prям asab nerv sistemasiga явный ta'siri bo'lishi. Nimaga bunaqa bo'layotganini men ertaga yana tushuntirib beraman.